Alloh taolo nima dedi? O'rgatdi bizga. Ey bandam, otang va onang haqida qanday duo qilasan? Tavba qilish. Biz qanday duo qilamiz? Otamni rahmat qil, onamni rahmat qil, joylari jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Shundaymi? Alloh biz bandalarga shunchalik mehribonki, Alloh o'sha duoni bizga so'zma-so'z Qur'onda o'rgatdi. Yoqib o'chirayotgan ekan. Bir kun Astag'uzu billah. Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Robbim, ota-onamga shunday mehribonchilik ko'rsatki, ota-onam meni yoshligimda qanday mehribonchilik ko'rsatgan bo'lsa, ularga xuddi shunday mehribonchilik ko'rsatgan. Hech bir yordam. Duoni qarayapsizmi? Chaqaloq odamga ota-onasi kim? Hamma narsa. Muhofaza qiladi, bag'rida katta qiladi, yediradi, ichiradi, kiyintiradi, mehr ko'rsatadi. Chaqaloqqa 7 oylik chaqaloq deylik. Ota-onam meni yoshligimda qanday mehribonchilik ko'rsatgan bo'lsa, ota-onamga xuddi shunday mehribonchilik ko'rsatgan. Duoni qarang. U qil, bu qil, unday qil yo'q. Mana duo. Agar duoni holati muhim bo'lmaganida edi, Alloh taolo Qur'onda bizlarga o'rgatmagan bo'lardi.